Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni kanalimizda kuzatib borayotgan aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, musofir yurtda yurgan yondoshlarim. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat like bosganlarga ham, bosmaganlarga ham. Foydamiz tegyaptimi, tegmayaptimi? Mana shunday qadrlab hurmatlayapsizlar. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Akalar, opalar, mana shu kunda bitta savol tug'ilyapti menda. Realniyda bu. Har bitta kuzatayotgan vatandoshlarimiz bor. Men video qo'yaman, o'sha video 2000-3000 prosmotr oladi-yu, lekin 200 ta yo 150 ta like. Shuncha bizni oramizda mehr-oqibat yo'qolib ketyaptimi, akalar, opalar? Agar mumkin pul deganda yo moddiy yordam deganda u to'g'risida desa, men to'g'ri tushunsam. Hozir hammada kritik положение, realniy hayf shuning uchun podдержка qilmaydi desak. Lekin men o'ylaymanki, foydasi tegyapti deb, mumkin foydasi kimgadir tegyapti deb shu ishlarni chiqarib boraman. Yo mumkin meni o'sha kontentlarim yoqmayaptimi? Shuning uchun akalar, opalar, mana shu yerda bitta savol tug'ilyapti. Chunki ishni chiqaraman, podдержка sust, akalar, opalar. Bunaqa mehr-oqibatni yo'qotmaylik, akalar, opalar. Sizlardan hech narsa ketmaydi, pul ham ketmaydi. Video musofir yurtda yurganlarga tarqatib qo'ysalaringiz, juda bir katta sizlar ham savobga ega bo'lasizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bugungi ishimiz esa yana Moskva, Moskovskiy oblast akalarimiz borku, usta akalarimiz aytadi, 4000, 5000, 6000 ga ishlamayman deydi-ku. Ko'proq ish, to'g'ri. Biz boramiz u yerga, qancha bo'lsa harakat qilamizki, ko'proq ishlab tezda uyga qaytishdi. Allohim har bittamizga shunaqa ishlardan nasib qilsin. Men bugun ish chiqaryapman usta akalarimiz uchun. Farqi yo'q, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston. Bu yerda akalar plotnik, krovельщик akalar, opalar, santexnik, elektrik akalarimiz bo'lsa, iltimos mana shu videoni oxirigacha ko'ringizlar. Ishimiz dachada bo'ladi. Shaharda mana charchaganlar-ku, dokumenting bo'lsa ham, lekin qochishdan charchagan vatandoshlarimiz uchun ishimiz dachada bo'ladi. Krovельщик, santexnik, plotnik akalar, elektrik akalarimiz tezda pastdagi nomerga telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Inshaalloh ishimiz объемga. Ish объемga. Qancha harakat qilsangiz, shuncha pul topasiz. 5000 dan to 10000, 15000 rublgacha topasiz, akalar. Mana shunaqa akalarimizga tezda videoni jo'natib qo'ying, inshaalloh. Va sizlar o'ylamayingizlar, bizga foydamiz tegmayapti, shu videoni bizga foydasi yo'q demang, akalar. Beahamiyat bo'lmang. Sizga ham inshaalloh keyingi ishimiz mumkin sizga mana shunday ma'qul bo'ladi, yo bo'lmasa foydali bo'ladi. Jonlaringiz sog' bo'lsin, har bittangizdan Alloh rozi bo'lsin. Podдержкani yoringizlar, akalar, opalar. Inshaalloh Instagramda silkasini birinchi kommentariyaga qo'yaman. Instagramda ham faoliyatimizda olib boryapmiz. TikTok ham bor, inshaalloh. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Podдержкangizdan hammalaringiz rozi bo'lingizlar. Inshaalloh men esa harakat qilib yangi ishlarni chiqarib boraman. E'tiborlar uchun katta rahmat. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha deymiz. Rahmat.